O'zbek qo'shiqchisi Yulduz Usmonova san'atkorlar uchun soliqlarni joriy etish borasida keskin fikr bildirdi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Mashhur qo'shiqchi Yulduz Usmonova 2026-yilda daromad oladigan san'atkorlar uchun yangi soliq tizimi haqida ochiqchasiga gapirdi. Yangi qoidalarga ko'ra har bir nutq uchun soliq to'lashingiz kerak bo'ladi. Xonanda mamlakatda mualliflik huquqi yomon himoyalangan ekan, bu adolatsiz deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha, uning qo'shiqlari hamma joyda kuylanadi, lekin u buning uchun pul olmaydi. San'atkorning so'zlariga ko'ra, birinchi navbatda davlat musiqachilarga o'z qo'shiqlaridan pul ishlashga va boshqa odamlarning qo'shiqlaridan noqonuniy foydalanishni taqiqlashga yordam berishi va shundan keyingina yangi to'lovlarni joriy qilish kerak. Usmonova shuningdek har bir qo'shiqning chiqarilishi katta pul talab qilinishi va soliq tizimi hisobga olmaydigan katta mehnatni talab qilishini esladi. U to'lashga tayyor, lekin faqat tizim halol bo'lgandagina bunga rozi bo'lishini aytdi. Eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanalimizda kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.